Asaka tumanida aholiga sifatli xizmat ko'rsatish, ichimlik suvi uzluksiz yetib borishini ta'minlash maqsadida katta ishlar boshlangan. Bu loyiha nafaqat texnik jarayon, balki odamlar turmushiga beixtiyor ijobiy ta'sir ko'rsatadigan o'zgarish sifatida ham ahamiyatga ega. Hozirda Marhamat tumanida quvur tortish ishlari davom etyapti. Buning uchun 3 ta qurilish tashkiloti jamoalari faoliyat olib bormoqda. Ayni paytda Marhamat tumanidan Asaka tumaniga turba yotqizishlari davom etmoqda. Hozirgacha 3 kilometr masofaga turba yotqizishlari bajarildi. Buning uchun 3 ta brigadaga tajribali ishchilar va zamonaviy texnikalar jalb etilgan. Ichimlik suvi ta'minotida muammosi mavjud hududlarga obi hayot yetkazishda faol ishtirok etayotganimizdan mamnunmiz. Zero hamyurtlarimizga qulay sharoit yaratish burchimizdir. Hozirga qadar 1,5 kilometr uzunlikdagi diametri 426 mm tarmoqni tortish ishlari bajarildi. Loyiha bo'yicha jami 4 kilometr masofaga quvur tortish rejalashtirilgan bo'lib, u foydalanishga topshirilgach, Asaka tumanida aholiga xizmat ko'rsatish sifati tubdan o'zgaradi. Madina Komilova, Tohirjon Qobilov Live daqiqa uchun maxsus tayyorlandi.